Assalomu alaykum, Jahongir To'y kanalining obunachilari va doimiy ravishda kuzatib boruvchilar. Xabarlaring bor, aziz hurmatli aka-ukalar, opa-singillar. Bizlar doimiy ravishda Sankt-Peterburg shahridan ishqor boramiz. Bizga hozir srochno mana shu Simshagah magazinga odam kerak, bitta guruchik yo akalarimiz yo ukalarimizdan bo'lsa, dokumentlari 100% bo'lishlari kerak. Ya'ni patentga razn рабочий yozilgan bo'lishi kerak. Boshqa narsa, ya'ni elektrik, boshqa narsalar yozilgan bo'lsa o'tmaydi. Oyliklarni aytib o'tganmiz, ish kunlariga 4200 rubldan to'lanadi. Bizga bitta guruchik srochno zarur, ya'ni mana shu Sankt-Peterburg shahrida Begoya metroda men ishlayib turgan mana shu magazinning o'ziga bitta guruchik kerak bo'lyapti. Agar ish qidirganlar bo'lsa, magazinning ishi bilan tushunchasi bor, magazinda ishlamoqchi bo'lgan aka-ukalarimiz bo'lsa, marhamat iltimos bizga tezlikda telefon qilinglar. Mening nomerimga albatta men chaqirib ishlar bilan tanishtirib ko'rsatib, sirazi bir kun ishlab ko'rasiz. Ish ma'qul kelsa, ya'ni siz ishingiz bilaga, magazin ishi sizga ma'qul kelsa, kelishgan holda sirazi borib ertangi kun dokumentlarni kompaniyaga оформить qilib kelib, ish boshlashlaring mumkin. Men nomerimni aytib ketaman. 8901 503 00 elektron raqamiga telefon qilsalaring, o'zimga tushasizlar. Tezlikda telefon qilsalaring, 1-2 kun ichida men olib kelib sherga joylab, oyliklari 2 marta beriladi. 10-da avans, 25-da oylik o'tadi. Har 15 kunda bir marta pul olinadi. Pul 100% javob afsonali turda qo'rqib beradi. Registratsiyangiz va patentingiz bo'lishi shart. Yana qiziqqan savollaring bo'lsa, marhamat telefon qilib so'rashlaring mumkin. Srochnoga faqat bitta yoshlari shu 18 dan yuqori bo'lsin, to 40 yoshgacha. Undan yuqorisi endi sal magazin ishi og'irlik qilishi mumkin, tikayoqda aylanib yurib boshqa, lekin magazin ishi og'ir ish o'zi yo'q. Hammasi misol ko'rib turganlaringdek magazinda kirgansizlar, ko'rgansizlar, bu yangilik emas, yoki kecha bugunga chiqqan ish emas. Hamma bir marta ishlagan bo'lishi kerak magazinga. Ishi juda ham yengil, oson. Ish vaqti 10 soat, ish kuningizga 4200 rubldan yoziladi. Shu bo'lsa, men boshqa yangiliklarim yo'q. Arada mana videoni sal kechiktirganimiz sababi o'zlarim ishlarim bilan bo'lib qoldim. Sababini aytib o'tishim mumkin. Sababi bir o'zimni qilyapman. Ishlar ko'p, albatta keyin больницаlar bor. Agarki grija disk bo'yicha hozir bir yangi doktor bilan ishlayamiz. Grija diski bor aka-ukalar bo'lsa, bemalol murojaat qilinglar. Men yaxshi bir professional mutaxassis bor. Olib borib ko'rsataman. U ham Sankt-Peterburg shahrida. O'zimizning o'zbekistonlik bir akamiz, yoshlari, ish mutaxassisliklari, ish malakalari juda yaxshi. Tajribalari bor. Grija disk sohasida ham juda bir yaxshi poliklinikamiz bor. Albatta buni ham bir kun video qilaman, ko'rasizlar. Yana bironta qiziqqan savollaring bo'lsa, telefon qilinglar, qo'ldan kelgancha yordam qilamiz. Alohida yana bir video qilamiz dokument haqida. Hozir dokumentlar haqida ko'plab savollar tushyapti. Dokument nima bo'ladi, deportlovchi bo'ladimi? Shu savollar juda ham ko'payib ketdi. Bu haqida alohida bir video qilamiz. Xudo xolasa, bizni kanalni kuzatib borib, like tugmasini bosib, podpisatsiya bo'lib qo'yishni unutmanglar. Qo'ldan kelgancha yangiliklarni chiqarib, ishlarni chiqarib, qo'ldan kelgancha yordam qilishga harakat qilamiz. Xayr, salomat bo'linglar. Mana shunaqa yaxshi yangiliklarda ko'rishguncha.